Assalomu alaykum sevimlilarim, aziz yurtdoshlarim. Bugun yuzimizga oqartiruvchi, tiniqlashtiruvchi, yoshartiruvchi, namlantiruvchi maska tayyorlaymiz. Chunki yoz kelishi munosabati bilan hammamizni terimiz qorayib ketyapti. O'zim ham ertalab yuzim qoraytirmasa kerak deb bir aylanishga chiqdim. Tez yurishga chiqdim. Yuzimga SPF surtmasdan baribir qoraytirdi. Ertalab bo'lishiga qaramasdan ham terim qorayib qoldi. Shuning uchun har doim SPF surtib chiqishimiz kerak ko'chaga. Demak, bugun maskamizni mohim maskalardan tayyorlaymiz. Oqartiruvchi mohim maskasidan qo'shamiz va yoshartiruvchi ajinga qarshi maskasidan ham qo'shamiz. Nimaga? Chunki ham bizga oqarish kerak, ham terimiz tortilishi kerak, oziqlantirish kerak. Mana bu ajinga qarshi mohim maskamiz oziqlantiradi va terini tortadi. Oqartiruvchi mohim maskamiz esa oqartiradi, terimizni bu ham namlantirib beradi. Demak, ikkalasi qo'shilganda juda ham zo'r bo'ladi. Bu ikkita maskadan choy qoshiqdan olamiz, bir choy qoshiqdan. O'zi bu maska nima uchun chiqardik bu maskani? Men YouTube'da chiqib borayotganimda o'shanda 20 ming, 30 mingta podpischikalarim bor edi. Meni o'zimni yonimga keladigan mijozlarimiz bor, yuziga muolaja oluvchilar. Ular uyda maska qilib o'tirishga vaqti yo'q edi. Ular aytgan, "Mohira, tayyor maskangiz yo'qmi?" Nima dedim? Har doim ishdan kelgandan keyin yuzim qorayib qolyapti, yuzimni namlantirib olishga. Men aptekaga borib vitamin olishga vaqtim yo'q, yoki tuxum olib, tuxumni ichiga vitaminlarni solib qilib o'tirishga vaqtim yo'q. Tayyor paketchada bo'lsa, arzon bo'lsa degan. O'shanda keyin o'zim uyda qilib yuradigan maskamni paketcha qilib chiqarganmiz. Arzon, narxi ham arzon va bitta maskani o'zida ham yuzingiz oqarib, tiniqlashi, vitaminlar bilan 100% ga ta'minlanadi. Haftada bir marta foydalanamiz. Shunday qilib keyin mohim maskasi chiqqan. Mohim maskasini qulay bo'lishi uchun biz uzun marketga ham joylaganmiz. Uzun marketda dastavka tekin bemalol olishlaringiz mumkin yoki o'zimizdan buyurtma qilib olishlaringiz mumkin. Bu maskalar 100% ga sinovdan o'tilgan mutaxassislar bilan birgalikda yana ularga korreksiya berib, ichiga solinadigan yuzni yoshartiruvchi vitaminlari bilan birgalikda upakovka qilib chiqarganmiz. Hamma uchun juda ham qulay. Shaxsan o'zimga ham qulay, chunki kun davomida ishlab olaman. Kechqurun haftada bir marta maska qilgim keladi, uyga boraman. Shu maskadan tayyorlayman, udobniy. Hamma narsasi ichida, kompleksli vitaminlar ichida, yuzimizga kerak bo'ladigan. Yuzimizda mana bunday karkasi borda, terimizni ikkinchi qavatida romb shaklida ushlab turadigan terini mana bunaqa tortib. Shuni tortib ushlab turadigan moddalar mana shu mohim maskasining tarkibida bor. Qachonki o'sha karkas namlanmasa, to'yintirilmasa, mana shu vitaminlardan oziqlanmasa, bu tushib ketadi pastga qarab. Tushgandan keyin uni ko'tarish qiyin bo'ladi. Shuning uchun maskalar yaxshi yordam beradi bizga bunday paytlarda. Aynan mohim maskalari zo'r yordam beradi. Xo'p, bir qoshiqdan soldik oqartiruvchi va ajinga qarshi mohim maskamizni. Maskadan foydalanadigan mijozlarimiz juda ham ko'p. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Ko'pchilik dog'larni ketkizib olishgan, maskadan ajinlarni ketkizib olishgan. Endi bunga sut solamiz. Chunki sut tarkibida sut kislotasi bor. Sut kislotasi ham yengil terimizni piling qilish xususiyatiga ega. Bular bilan qo'shilganda juda ham ajoyib maska bo'ladi. Demak, sut solamiz. Shu bilan maska tayyor. Maskamiz tayyor bo'lyapti. Mana 1 daqiqaga, 2 daqiqaga qo'yib qo'yamiz. Vitaminlar yaxshi erib bo'ladi. Ajoyib maskamiz tayyor. Yuzimizni yoshartiruvchi maska tayyor. Endi yuzimni mochkada tozalab olaman. Yengilgina SPF kremim bor, ertalab surtilgan. Bu maskadan kechki paytda foydalansalaringiz juda ham zo'r bo'ladi. Ertalabgacha yana ham ajoyib bo'lib turadi yuzingiz. Agar kechqurun vaqtingiz bo'lmasa, kunduz kun ham foydalanishingiz mumkin. Kunduz kun foydalangandan keyin, maskadan keyin albatta namlantiruvchi sadaf kremi, sadaf kremidan keyin quyoshga qarshi krem, quyoshga qarshi SPF krem. Xo'p, maskalarni surtishdan oldin yuzimizni yuvamiz birinchi gelda. Hozir meni yuzim yuvilgan, shuning uchun faqat mochkada tozalab qo'yayman. Undan keyin surtsak, teri teshichalari tayyor bo'ladi, ochiladi, maska yaxshiroq kiradi. Yuzim toza, maska surtishga tayyor. Endi maskani surtaman. 15-20 daqiqagacha turadi. Agar yuzingizdagi maska yedirilib, qotib qolaversa,
ust maskani surtib turishingiz mumkin. Maskani unaqa quyuq qilib olmaslik kerak. Sal suyuqroq bo'lsa, yaxshiroq teri to'yinib oladi, namlanib oladi. Bu maska ko'zimiz atrofiga ham mumkin, chunki 100% ga tabiiy tarkibli. Bu maska, ma'qul maskalarimiz ko'z atrofiga mumkin, ko'z ustiga ham даже mumkin. Ko'zimiz taglari, ko'z atrofi, ulardagi ajinlarni, tushgan ajinlarni tekislaydi. Chunki 100% ga tabiiy oqartiruvchi ma'qul maskamiz tarkibida ovsyanka bor. Ovsyanka maydalangan, prosta ovsyanka emas bu. Chunki ovsyankaning ichiga biz oqartiruvchi vitaminlar solingan. Bitta mijozimiz uyda ovsyankani maydalab yuziga maska qilib ko'ribdi, lekin u yana keldi, yana ma'qul maskalarni xarid qildi. Chunki ma'qul maskasidek ta'sir qilmadi. Nimaga dedi? Chunki biz prosta ovsyankani maydalab solib qo'ymaganmiz ma'qul maskalarning ichiga. Uni ichiga texnologlar bilan maslahatlashgan holda retsept tayyorlanib, boshqa terimizni yoshartiruvchi, oqartiruvchi ingrediyentlar ham solingan. Ajinga qarshi ma'qul maskamiz ham xuddi shunaqa. Asosiysi zig'ir urug'ini bilamiz. Kollagen ishlab chiqarishni ta'minlaydi terimizda va terini zo'r tortib, yoshartirib beradi. Ajinga qarshi ma'qul maskamizni ham texnologlar retsepti asosida uni ham faqatgina zig'ir urug'idan iborat qilib qo'ymadik. Boshqa yuzimiz uchun foydali bo'lgan tabiiy tarkibli ingrediyentlardan tayyorladik. Shuning uchun ma'qul maskalarni ishlatganimizda biz tez effekt ko'ramiz. Oqartiruvchi ma'qul maskamiz terimiz teshichalari ichidagi yog'larni oladi. Teri teshichalari ichida kirlar, komedonga aylanmoqchi bo'lgan kirlarni yaxshi tozalab beradi va terimizni yaxshi oqartiradi, namlantiradi va yoshartirib boradi. Chunki tarkibida B kompleksli vitaminlar bor. B kompleks vitaminlar terimizni zo'r yoshartirib qo'yadi. Oqartiruvchi ma'qul maskamiz dog'lar, qorayishlarda birinchi yordam juda ham zo'r ishlaydi. Quyoshdan shunchaki qoraygan va dog' tushgan bo'lsa, ularni ketkazadi oqartiruvchi ma'qul maskamiz. Petrushka suvga tayyorlasangiz, sutga tayyorlasangiz, 3 kun 4 kunda bir marta foydalansangiz bo'ladi yoki bodring suvga tayyorlasangiz juda ham zo'r effekt beradi. Bu mana shu yo'nalishda yaxshi effekt beradi. Endi ajinga qarshi ma'qul maskamiz. Ajinga qarshi ma'qul maskamiz aynan quruq yuzlar uchun, tirishib ketgan, g'ijimlanib ketgan, qurib ketgan yuzlarga juda ham zo'r effekt beradi. Tortadi, taranglashtiradi va ajinlarni tekislashga yaxshi yordam beradi. Endi ma'qul maskalarda, umuman o'zi hamma maskalarda biz foydalanish tartibimiz kimlarga mumkin va kimlarga mumkin emas. Yuz teringiz sog'lom bo'lsa, ya'niki yuz terida kupiroz, ta'sirchan yuz, yupqa teri, bu terlar уже davolanishga muhtoj terlar hisoblanadi. Mana shunaqa terlar bo'lmasa yuzingiz, unda siz har doim maskalardan foydalansangiz bo'ladi. Haftada bir marta yoki haftada 2 marta foydalanishingiz mumkin. Nimaga yoki deganim sababi teringiz qalin, dag'allashib ketgan bo'lsa, haftada 2 marta foydalaning, har 3 kunda bir marta. Teringiz normal bo'lsa, unda bir haftada bir marta maskalardan foydalanish tavsiya qilinadi. Ajinga qarshi ma'qul maskamiz allergiyaga moyil bo'lgan yuz terlariga ham mumkin emas. Tarkibi juda ham kuchli bo'lganligi uchun allergiya berishi mumkin. Shuning uchun normal yuz terlari bemalol foydalanamiz. Hozir mana bu ikkita maskani qo'shib, yana sutga tayyorlab, men nima effekt kutyapman? Terim ham taranglashib tortiladi. Ko'z atrofimdagi ajinlar ancha tekislanadi va oqaradi. Teri teshikchalarda to'planib qolgan kirlaringiz tez ketadi. 15 daqiqadan keyin yuvib ko'rsataman. Qizlar, yuzimga 15 minut bo'ldi, yuzim qotib ham qolyapti. Endi yuvaman va sizga natijasini ko'rsataman. Çok güzel. Voy. Buni yuvish sal qiyinroq. Shuning uchun mana bunaqa влажный salfetkani lattalari bo'ladi-ku, shundan foydalansalaring ham bo'ladi. Uni birinchi suvga yuvib tashlash kerak, tarkibidagi spirtni chiqarib olib, keyin mana shunday yuvib olsalaringiz oson bo'ladi, zo'r bo'ladi. Yuzim tip-tiniq taranglashib, oqarib, tortilib bormoqda. Qizlar, yuzimni yuvdim. Bu go'zallikni qarang.
tortildi, taranglashdi, yaltiroq bo'lib qoldim. Mana. Meni yaltillab yurishimning sababi o'zi mohim kremlari va maskalarim. Hozir kunduz kun bo'lgani uchun men kunduzgi parvarishimni qilib qo'yaman. Kunduz kun agar maska qilsangiz, kunduz kun Billur Gyalurni siyrutkasini surtamiz. Ustidan sadaf krem, ustidan SPF krem surtamiz. Xo'p, bu Gyalurni siyrutkamiz sal rangi mana bunaqa bo'lib qolibdi, sariqroq bo'lib qolibdi. Chunki tabiiy kosmetika bizniki, tabiiy kosmetika bo'lgani uchun, ximikat narsalar solmaganimiz uchun rangi har xil bo'lib qolishi mumkin. Sizlarda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Bir safar oppoq bo'ladi boshida, keyin shunaqa rangga kiradi. Bu tabiiyligining belgisi. Shuning uchun shunaqa. Endi namlantiramiz. Yana ham Gyalurni siyrutkasi. Siyurtkalar o'zi serumlar terimizni keyingi qavatiga yo'l ochib beradi. O'zbekchasi zardob deganida, zardoblar bilamiz-ku, teri teshikchalarini ochib beradi va keyingi parvarishga tayyorlab terini namlantiradi. Agar siz kechasi bu maskadan foydalansangiz, hamma o'zini yuz teriga moslab, yuz terisidagi muammosiga qarab kremlarni, siyurtkalarni tanlab surtish kerak. Masalan, sizda dog'ingiz bor, sepkilingiz bor, unda kristal siyrutkasini surtasiz maskadan keyin. Ustidan kollagen krem surtib uxlaysiz. Bu terini oqartiradi. Agar hech qanaqa dog'ingiz yo'q, siz prosta oppoq chiroyli qiz bo'lmoqchi bo'lsangiz, oqarishni xohlasangiz ham shu narsani qilsangiz bo'ladi. Chunki kristal serumimiz tarkibida alfa-arbutin, niacinamid bor. Niacinamid poralarni yopadi. Alfa-arbutin terini oqartiradi. Vitamin C, kollagen kremimiz bor. Agarda teringizda ajinlar ko'p bo'lsa, unda shafran siyurtkamizdan foydalanasiz kechqurun. Shafran tarkibida peptidlari bor, retinol bor tarkibida. Retinolni yozda ham ishlatsa bo'ladi. Bizlarnikini ishlatish mumkin, boshqa retinollarga javob bermayman. Chunki bizni retinolimiz past foizda yil 12 oy ishlatishga mo'ljallangan terini yoshartirib, peptidlari ajinlarni tekislab beradi va ustidan namlantiruvchi yoki sadaf yoki kollagen kremi ishlatib qo'yasiz. Agar teri juda ham quruq bo'lsa, unda mohim krem ishlatasiz ajinlarga qarshi. Agar yuzingiz kupiroz bo'lsa, mayda tomirchalar ko'rinib qizarib ketayotgan bo'lsa va ta'sirchan bo'lsa, unda mana shu Billur serumini kechqurun surting. Ustidan yangi shabnam kremimiz chiqardik, uni surting. Zo'r effekt beradi, lekin maskadan foydalanmang kupiroz yuzlar. Terini tiklab olishimiz kerak. Endi keyingi etap. Keyingi etap sadaf kremimiz. Billurdan keyin sadaf krem surtamiz. Bu krem ham oqartiradi. Sadaf kremimiz tarkibida lavanda efir yog'i bor. Lavanda efir yog'i dog'larga, ajinlarga va namlanishga, teridagi quruqliklarni ketkazishga yaxshi ishlab beradi. Sabzi urug'i yog'i va anor danagi yog'lari ham bor. Ular pigmentatsiyalarga zo'r ishlab beradi. Bo'yinga ham mumkin, qo'llarga ham mumkin. Mana shunday yedirib olamiz. Maskadan keyin gubkaday tortayapti kremlarni. Kremlarim hammasi tabiiy kremlar, yuzimizga foydali, zarari yo'q. Surtaveramiz. Qachon ortiqcha bo'ladi? Teringiz yemay qolsa, tortmay qolsa bo'ldi, to'yindi degan bo'ladi. Agar har doim siz sadaf kremidan ishlataverib, sadaf kremidan to'yinib qolgan bo'lsa yuz teringiz, unda shabnam kremiga almashtirsangiz bo'ladi. Krem almashtiramiz, chunki kremlarning tarkibi har xil-ku. Har xil vitaminlar, har xil gul suvlaridan ichib turish kerak-da yuzimiz. Endi eng oxirgi etapga keldik. Oxirgi etapni men juda ham sevaman, chunki SPF surtganimizdan biz vobshe yosharib, oqarib, tiniqlashib, boshqacha insonga aylanib qolamiz. Surtamiz buni. Boshlandi. SPF'imiz ham albatta tabiiy tarkibli. 100% ga tabiiy tarkibli mahsulotlardan foydalanib, o'zimiz ham tabiiygina yosharib oldik. Eng oxirgi etapni mana shu yerda yakunlab boramiz. Juda go'zal.
Mana bizga yuzimizni tabiiy parvarish qilish natijasi. Albatta sizlar ham shunday natijaga erishasiz. Yuzimni natijasi yoqdimi sizga? Bu haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib oling. Siz ham shunday natijaga erishasiz.